Mana inventorlarning ko'rinish holati sizlarga bitta-bitta tushuntirib o'taman. Bu 10 kilovatli jelza fosfat lityum akkumulyator. Bu inventorimiz 10 kilovatli DIA 3 fazali inventor, gibrid inventor. Asosan bugun sizlar bilan mana shu haqida gaplashamiz. Buning foydalari, siz uchun qulaylik taraflari haqida aytib sanab o'taman, ko'rsatib o'taman. DIA himoya tizimi 20 kilovatli CTV inventor, AIS himoya tizimi. Mana hozir akkumulyatorimiz to'liq ishlayapti. Akkumulyatorning quvvati 79% zaryad qilingan va mana hozir akkumulyatordan olib uyga beryapti. Mana 620 wattga yaqin elektr energiyasini beryapti. Davlatdan olgani ham yo'q, bergani ham yo'q. Quyosh mana botgan, soatimiz mana 6:21, 18:21. Hozir davlat toki bor, mana e'tibor beringlar, AIS yongan, ya'ni davlat toki bor. Endi mana hozir davlat tokini o'chirib men sizlarga ko'rsataman. Uyda svet o'chadimi yoki yo'qmi? Mana kuzatib turinglar. Mana bu yerda AIS himoya tizimi, yana buni o'chirsam inventorlar o'chadi. Mana bu ham hozir qizil yonadi, ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'chirdim, mana qizil yondi. Ya'ni davlat toki yo'qoldi. Bu CTV inventor davlat toki bilan birga sinxron ravishda ishlaydi. U yo'qolsa ishlamaydi bu. Mana o'zi xatolik berdi. Endi mana bu ham berdi. Mana AIS o'chdi. Mana tarmoq yo'qoldi. Shu holatda ham mana uyda hech qanday svet o'chgani yo'q, uzilganligi yo'q. Agar stalbada tok bo'lmasa, quyosh ham bo'lmasa, lekin akkumulyator bor. Akkumulyator bilan yana ertalabgacha chiqib olishi mumkin xonadon. Bemalol chiqib oladi. Ya'ni akkumulyatorning quvvati yetadi. Bir kechadan chiqarishga. Hozir 8 kilovatga yaqin elektr energiyasi mana shu yerda turibdi. Agar 1 kilovatdan 8 soat ishlatsa, nolga tushadi. Mana hozir mana 570 watt elektr energiyasini iste'mol qilyapti o'zlari. Mana hozir yana yoqib ko'rsataman. Endi davlat tokini yana yoqamiz. Ikki holatda ham o'chganligi yo'q. Hozir AIS yondi. 1 minutlarda hisob kitob qilib qo'shadi inventorimiz. Buni nastroykasini biz qilganmiz, ya'ni kechqurun davlatdan olmaydi, faqat akkumulyator bilan ishlaydi. Ya'ni davlatdan hech qanday elektr energiyasini iste'mol qilmaydi. Kunduz kuni akkumulyatorni zaryadlaydi quyoshdan va uyga beradi. Quyosh botgandan keyin to'liq akkumulyator bilan ishlaydi, ya'ni davlat toki kerak emas uyga. Mana bu tez himoya tizimimiz. Bu ham to'liq standartga muvofiq qilindi.